Oh, Zero. Nahotki qaytding? Rahmat senga, Zero. 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 Zero o'yinga qaytdi, qoyil. Zero. Zero. Unday qilma, Zero. Nima? Jin, Zeroga nimadir bo'ldi. Nima bo'ldi unga? Izohlashga vaqt yo'q. Tezroq yur. Nima bo'ldi ekan, malika? Ketdik, borib o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Nimalar bo'lyapti? Bagi olg'a! Bo'lishi mumkin emas. Zero. Bagi! U meni umuman eshitmayapti. U meni buyruqlarimsiz olovli sharchalar otmoqda. Zero. Bagi. Bagi! Bolalar, qaranglar. Bu yerda nimadir bo'lyapti. Zero. Bagi. Zero. Dra. Zero. Bagi. Draka Zeroga nima bo'lganligini so'rayapti. Zero. Unga to'xtatishini aytyapti. Bu meni poyga. Sen men bilan bellash, o'zingga keltirib qo'yaman dedi. Poyga? Tushunarli, Draka. Kel, uni asl holatiga qaytaramiz. Qani, Draka, boshladik. Zero. Tayyorlaning. Qani olg'a. Draka, olg'a. Mark, seningcha Jin yutarmikin? Men yutolmaganda u qanday yutishi mumkin? Ey, sen. Qoida shunday. U seni qutqarmoqchi-ku. Uni qo'llab tur, ahmoq. Olg'a, Jin. sen Sen uddalaysan. Senga ishonaman. Zero. Draka, olovli sharchalar. Zero. Oldidan zarba ber. Zero. U yana o'sha usulni takrorlayapti. Draka, yugur. Transformatsiya. Draka, hujumga. Zero. Draka, hujumga. Zero. Barakalla.
Michael Kubidek kuchli poygachilar bilan kurashganidan beri ancha kuch to'plabdi. Zero. Ko'kkumar, bor kuchingni ko'rsat, yer bilan yakson qil uni. Mark, osmonga qara. Nimalar bo'lyapti? Nima? Nahotki hozir o'zingni ko'rsat. Zero. Janob Jok, nimalar bo'lyapti? Bu Valbusni ishi. Chigirtkani ishimi bu? Tushunmayapman. Nimalar bo'lyapti o'zi? Zero. Draka! Naqadar qoyil maqom kuch. Zero bunday qilishi mumkin emas. Zero. Zero. Draka, ehtiyot bo'l. Draka, transformatsiya. Zero. 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 U Zerodan o'ziga kelishini so'rayapti. Iltimos Zero, ko'zingni och. Zero. 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 Bu uni xohishi. Tanlash imkonimiz yo'q. Oxirgi aylana. Zero. Draka, kuchli chaqmoq. Yo'q, bu juda xavfli. Zero. Menimcha unday emas. Zero. Qani Draka, olg'a! Ajoyib! Uddalashdi. Zero. Osmon musaffo bo'ldi. Zero. 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 Nima deyapsan, Zero? Men nima qilayotganimni bilmagan edim. Hech narsani eslolmaysanmi? Zero. Bu ishlarni qilishga uni yovuz Valbus majbur qilgan bo'lishi ham mumkin. Yovuz Valrus? Shuning uchun Zero o'zini shunday tutganmidi? Zero o'zini keraksiz buyum deb hisoblayapti va endi Kate bilan qololmasligini aytyapti. Lekin Zero. Draka, o'zingni aldashni bas qil deyapti. Aldash? To'g'ri, Zero. Keraksiz maxluq o'z sherigini tashlab ketsa-da, Zero. u haqda juda qayg'uradi. Sen uni tashlab keta olmaysan. Jin. Zero. Zero. Endi meni hech qachon tashlab ketmaysan-a? Zero.
biz har doim birga bo'lamiz. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ha, shunday. Ammo ular bizni topishga tobora yaqinlashayotgan bo'lishi mumkin. Negadir ko'nglim g'ash. Shahardagi barcha maxluqchalarni boshqarish uchun Valbus juda ham katta kuch to'plagan bo'lsa kerak. Shaharning alg'ov-dalg'ov bo'lishini istamasak, ortiq kutmasligimiz kerak.